Hozir menimcha hech qayerda aytmagan gaplarimni aytsam kerak bu vaziyat haqida va hamma narsaga oydinlik kiritmoqchiman. Hammaga salom, sizlar bilan Shahlo va men bugun Shovqinning Qurshov kanalida 10 ta savoliga tashrif buyurdim va hozir sizlar bilan ularga javob beramiz. Jangovar sport turlari bilan uzoq vaqt shug'ullanishning qiz bola uchun foydali va foydasiz tomonlari. Men o'ylashim bo'yicha bu faqat foydali bo'lishi mumkin, lekin hech qanaqa zarari yo'q. Masalan, odam o'ziga uverenniy bo'ladi, birinchi navbatda, ikkinchi navbatda o'zini himoya qila oladi. Hozirgi zamonda o'ylashim bo'yicha qizlarga ham, bolaga ham bu narsa kerak. Top 3 ta siz yoqtirgan kosmetika brendi. Menga, в принципе, o'zim menimcha har bitta qiz bolaga hamma kosmetikalar yoqsa kerak, uходовая, dekorativная. Соответственно, meni ham любимчиklarim bor. Va menga ko'proq koreyskая уходовая kosmetika yoqadi. Undan tashqari dekorativная kosmetikadan Chanel yoqadi. Примерно shunaqa top 3 talik yo'q, chunki har bitta brenddan o'zini любимчиklari bor men uchun. Va yigitlarni necha yoshida qanday daromadi bo'lishi kerak? Meni o'ylashim bo'yicha, to'g'risi, mana shu paytgacha hech qaysi menimcha erkak kishiga borib, menimcha pul topishing kerak deb aytmaganman, chunki meni bu narsa umuman qiziqtirmaydi. Главное, что odamda potensial bo'lishi kerak va qancha ko'p pul topsa, albatta o'zini oilasiga kelajakda shunchalik komfortli hayot yaratib bera oladi. Men bilmadim, balki o'zim odamdan ham ancha yillar davomida pul so'ramaganligim uchunmi, begona erkakdan tim bo'lli so'ramayman va uni daromadi bilan hech qanaqa ishim yo'q. Shahlo blogermi yoki xonanda? Xo'p, mana shu 2 yil davomida menimcha ham blogging, ham artistlikni birga olib keta bildim deb o'ylayman. Lekin bundan buyog'iga albatta muzikalniy sferada ko'proq harakat qilib, ko'proq o'z ustimda ishlab, muzika taraflama ketmoqchiman. Так что, наверное, artist. Top 5 ta siz tinglaydigan o'zbek xonandalari. Men bu savolni butun umr kutdim. Men bu savolga butun umr tayyorlanganman. Так что, bemalol ayta olaman. Menga ayol xonandalardan Rayhon juda ham yoqadi. Erkak xonanda imенно reperlardan Shohrux yoqadi. Shohrux rap. Tahir Sadiqov, juda ham yaxshi ko'raman Tahir Sadiqovni. Munisa Rizayeva, menimcha Munisa Rizayevaning qo'shiqlarida bizning bolaligimizda o'tgan. Вот, Konstani yaxshi ko'raman, как artist. Qo'shiqlari juda ham zo'r, menga yoqadi. Inson bilan tanishganingizdan keyingi birinchi 10 daqiqada siz uchun red flag nima bo'ladi? Menimcha, erkak kishi bilan gaplashayotganimda, soответственно, daromadimni so'rasa, bu men uchun red flag. Ayol kishi bilan gaplashayotganimda, endi tanishayotganimda esa, qachon turmushga chiqasan degan savolni bersa, bu men uchun red flag. Chunki endi tanishgan odamimga qachon turmushga chiqishim yoki o'zim shaxsiy hayotimdagi qanaqadir narsalarni gapirish yoqmaydi menga. Shunaqa. Chiroyli qizlar haqidagi qaysi afsonani yo'q qilishni xohlardingiz? Chiroyli qizlar nafaqat chiroyli bo'la olishi mumkin, balki bilimli, ilmli, o'zini yutuqlariga ega bo'lishi mumkin ekanligini isbotlamoqchiman shaxsan o'zimni misolimda. Qizlar nafaqat chiroyli bo'lishi mumkin, balki ko'plab yutuqlarga erisha olishi mumkin ekanligini menimcha xohlardim isbotlashni. Hayotdagi oliy maqsadingiz? Meni o'ylashim bo'yicha birinchi navbatda oila a'zolarimni ishonchlarini oqlash, undan tashqari o'zimni hayotimni o'zim bilganimcha, o'zimni xatolarim bilan, o'zimni orzularim bilan, maqsadlarim bilan yashab o'tish menimcha hayotimdagi eng oliy maqsadlardan biri. Va yana albatta hayotda o'z o'rnimni topib ketib bilishim va albatta kelajakda mustahkam oila qurish meni maqsadlarimdan biri. Qizlar bilan Konstaning vatan turi paytida janjal yuzaga kelgan ekan. Sababi nima? Bu mavzuda gapirish, to'g'risini aytsam, menga ozgina nekomfortna desa ham bo'ladi. Lekin bilamanki, что ko'pchilikka bu savol juda ham qiziq. На самом деле, да, именно vatan tur paytida janjal deb bo'lmaydi-yu, no kichik bir hech kimga yoqmagan vaziyat bo'lgan.
va shu sababdan qizlar o'rtasida albatta munosabatlar ancha yomonlashgan desam ham bo'ladi, ya'ni man va qizlar o'rtasida. Shu vaziyat haqida menimcha batafsil gapirishni xohlamagan bo'lardim. Так что вот. Qizlar guruhidan chiqarib yuborilishingiz sababi nimada? Hozir menimcha hech qayerda aytmagan gaplarimni aytsam kerak bu vaziyat haqida va hamma narsaga oydinlik kiritmoqchiman. Sobiq prodyuserim tomonidan guruhdan chiqarib yuborilganman va ulardan juda ham ko'p marotaba sababini so'raganman. Nima sababdan menga nisbatan bunaqa darajada katta nafrat borligi ekanligi haqida ko'p marta savol berganman, to'g'risi. Va hech qachon o'zimga kerakli bo'lgan javobni olmaganman. Birinchi navbatda aytgan gaplari sani mashhurligingni kontrol qila olmayotganligim menga yoqmayapti. Shu sababdan o'rningga hech kim tanimaydigan, hech kim bilmaydigan no name qizni olib boshidan ko'tarmoqchiman. Chunki boshqa qizlarga nisbatan sani qilayotgan ta'siring, populyar, ya'ni mashhurliging menga komfortni ishlashga sharoit yaratib bermayapti deb gapirganlar oxirgi marta gaplashganimizda. Lekin men o'shanda ham yana bir marta shu savolni berdim. Nima sababdan menga nisbatan bunaqa darajada katta nafrat ularda uyg'ongan? Albatta bir necha sabablar keltirdilar. Masalan, kichkina sabablar. Noto'g'ri reklama olganligim 2 yil oldin yoki bo'lmasa boshqa qizlarga nisbatan ko'proq kostyumim borligi. Shu narsa ham menimcha eng katta sabablardan biri, nima uchun meni bunchalik yomon ko'rib qolganliklari. Va yana bir eng muhim sabablardan biri, labelda hamma biladi bu haqida. Endi meni ham o'ylashim bo'yicha menga ham bu gap yetib kelgan albatta. Qizlar jamoasidagi bir qizga nisbatan his-tuyg'ulari bor deb degan gaplar menga yetib kelgan va albatta u qiz men emasman. Va boshqa qizlarda ham sobiq prodyuserimga nisbatan hech qanaqa his-tuyg'ular yo'q, ammo prodyuserda bor deb o'ylayman. Shu sababdan menga nisbatan juda ham ko'p adolatsizliklar qilganlar. Men mana shu 2 yil ichida har bir adolatsizlikka juda ham tarbiyali javob qaytarganman. Hech qachon san menga bormaganman. Qanchalik dilimni ranjitmasinlar, qanchalik menga qo'pol gaplar gapirmasinlar, men har doim harakat qilganman. Ishda bo'layotgan munosabatlarni ushlab qolishni va hech qachon qo'pollashmaslikka harakat qilganman va qo'pollashmaganman. Ammo ular tomonidan menga nisbatan bunaqa bo'lmagan deb ayta olmayman, chunki juda ham ko'p haqoratlar, juda ham ko'p tuhmatlar, juda ham ko'p yomon отношение, yomon munosabat sobiq prodyuserim tomonidan olganman. No, shunga qaramasdan ham har doim harakat qilganman. Qizlar uchun, guruh uchun va albatta o'zim uchun hech kim bilan urushmaslikka. Shunga qaramasdan ham meni chiqarib yuborishdi. Va hozir ko'zim tushyapti albatta kommentariyalarda o'qib qolyapman, что juda ham ko'p hate qizlar tomoniga bo'layotganligini o'qib, albatta men ham bir taraflama xafa bo'ldim. Chunki o'ylaymanki, biz baribir ham yillar davomida do'st bo'lganmiz. O'zi shu guruhni ochishim sababi do'stligimiz bo'lgan. Именно do'stligimiz tufayli shu guruh ochilgan va o'ylaymanki, qizlar bu vaziyatda aybdor deb o'ylamayman. Hamma ayb professional bo'lmagan sobiq prodyuserimda deb hisoblayman. Va qizlar Instagramda berishgan intervyularini pastida juda ham ko'p haterski kommentariyalarga ko'zim tushdi va albatta xohlardimki, bu darajada katta negativ ular tomoniga bormasligini. Meni qo'llab-quvvatlayotgan odamlarga kattakon rahmat va xohlardimki, именно поддержка bilan, ya'ni qo'llab-quvvatlash bilan menga motivatsiya berishni, chem u qizlarga bunaqa darajada ko'p hate yozgandan ko'ra. Chunki ular ham men kabi holat qurboni. Biz bu guruhda bo'lganimizda albatta qachondir ayrilib ketamiz yoki do'stligimiz tugaydi degan maqsad bilan boshlamaganmiz. Afsuski, mana shu 2 yil davomida bizning boshimizga tushgan obstoятельстволар va boshqa insonlarning neprofessional harakatlari bizning do'stligimizga dars tushirdi, qizlar guruhiga dars tushirdi. Men o'ylashim bo'yicha agar boshqa komanda bilan, prodyuserska komanda bilan продвижение bizada bo'lganida, o'ylaymanki, qizlar guruhi umuman boshqa уровеньda bo'lardi va mana bunaqa xunuk vaziyat
yuzaga kelmagan bo'lardi deb hisoblayman. O'zingiz yakkaxon ijod qilasizmi? Albatta, men hozirgi payt yangi prodyuserskiy komanda bilan ishlamoqdaman va ana endi o'ylashim bo'yicha chiqarayotgan muzikalarimda albatta saviya baland bo'ladi, professional yondashuv bo'ladi va umuman boshqa urovenda Shahloni ko'rasizlar. Xudo xohlasa. Hammaga tomosha qilganinglar uchun kattakon rahmat. Qo'shig'im уже chiqqan bo'lishi kerak, так что pastdagi havola orqali eshitib ko'ringlar, balki sizlarga yoqadi. Qurshow, Shovqin, Shahlo YouTube kanallariga a'zo bo'lishni unutmang.